Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlarga haqiqiy hayotdan olingan ibratli bir qissani so'zlab beraman. Bu hikoya Bangladesh va O'zbekiston musulmonlari o'rtasidagi ruhiy rishtalarni, Ramazon oyining barakotini va duo qilishning qudratini anglatadi. Bangladeshning poytaxti Dhaka shahridagi eski bir mahallada Karim ismli bir yigit yashar edi. Uning yoshi 25larda, kasbi esa oddiy tikuvchi edi. Har kuni ertalabdan kechgacha eski Singer tikuv mashinasida o'tirib, kundalik nonini topardi. Karimning yuragi iymonga to'la, lekin qo'li qisqa edi. Ramazon oyi kirib kelgan edi. Saharlarda mahallaning tor ko'chalaridan saharlik da'vati yangrar. Karim esa har saharda turib tahajjud namozi o'qir, so'ngra onasi bilan birga saharlik qilardi. Karimning onasi keksa, yuzlari ajin bosgan, ammo ko'zlari nur bilan to'la bir ayol edi. U har kuni kechasi o'g'lining uyquga ketishini kutib, so'ngra tahajjudga turardi. Bir kuni kechasi Karim juda chiroyli bir tush ko'rdi. Tushida u o'zini Samarqandda ulug' Imom Buxoriy maqbarasida ko'rdi. Atrofi muattar hidga to'la, osmondan nur yog'ilayotgan edi. Birdan bir ovoz eshitildi. "Ey Karim, duo qil, albatta ijobat bo'ladi. Lekin sen Bangladeshda emassan, Samarqanddasan. Ikkala diyor uchun ham duo qil." Karim shu tush bilan uyg'onib ketdi. Peshonasidan ter oqayotgan edi. Darhol tahorat oldi va saharlik vaqtigacha duo qildi. Allohim, Bangladesh va O'zbekiston musulmonlarini do'st qilgin. Ikkala xalqni ham hidoyatingdan ayirma, deb yig'lab duo qildi. Onasi uning yig'ilishini eshitib, yoniga keldi. "Nima bo'ldi, bolam?" "Oyijon, men tushimda Samarqandni ko'rdim. Imom Buxoriy maqbarasini. U yerga borishni juda istayman", dedi Karim ko'zlarida yosh bilan. Onasi indamay uning boshini siladi. U biladiki, o'g'lining bu orzusi juda uzoq, ammo Allohga hech narsa qiyin emas. Ertasiga Karim do'konga ketayotgan edi. Yo'lda bir musofirga duch keldi. Bu kishi O'zbekistondan kelgan edi va Bangladeshda ziyorat qilib yurgan edi. "Assalomu alaykum yigit, menga masjid yo'lini ko'rsata olasizmi?" deb so'radi musofir. Karim unga yo'l ko'rsatdi va birga masjidga bordi. Namozdan keyin suhbatlashib qolishdi. Musofir o'zini tanishtirdi. "Mening ismim Rahmatilla, Toshkentdan kelganman. Sizning Bangladeshda Imom Buxoriyning hadislari juda hurmat qilinishini eshitganman." Karim hayajon bilan: "Ha, albatta. Biz har uyda Imom Buxoriyning hadislarini o'qiymiz. Men kecha tushimda Samarqandni ko'rdim. Imom Buxoriy maqbarasini ziyorat qildim", dedi. Rahmatilla hayron bo'lib: "Subhanalloh, bu Allohning ishorasi bo'lsa kerak. Bilasizmi, sizning duolaringiz Samarqandda qabul bo'ladi. Har yili minglab odamlar u yerga borib duo qilishadi." Karim bu uchrashuvni Allohning bir hikmati deb bildi va ko'nglida bir umid paydo bo'ldi. Bir kun kelib Samarqandga borish, ulug' allomani ziyorat qilish. Shu kundan boshlab Karim har kuni Ramazon oyida birinchi navbatda O'zbekiston musulmonlari uchun, keyin esa Bangladesh musulmonlari uchun duo qiladigan bo'ldi.